Qani Abduhalla aka? Kerak. Bu qo'chqorlarga nima deysiz endi? Bu qo'chqorlar mana hozir tomoshabinlarimiz e'tibor berib tursa, hozir qo'zilarni ko'rsatganimizda sariq birkada qo'zilar chiqadi. U sariq birkadagi qo'zilar mana chekkadagi zakat liniyadagi qo'chqorimizni mana ushlang, chekkadagi. Probniklari bilan tayyor ekanda o'sha probniklari. O'sha ana qo'chqorda probnigini ko'rib olish kerak-da, bola berishini. mana shu qo'chqorni probnik qo'zilari sariq birkada chiqadi hozir. Sariq birkada. Ha, mana shu sariq birkadagi qo'zilar qo'chqori ham, urg'asi ham mana shu zakat liniyadagi qo'chqorimiz. Zakat qo'chqor qaysi liniya bo'ladi? Shuni zakatni bolasi deb olib kelingan. Zakot bo'ldi, bu Zafar hojidagi bas marhamatdagi. Yo'q, bu Bishkekda bo'lgan uni haligi. Ha. Zafar hoji akada bo'lganda marhamatda, shu zakot tashitda bo'lgan edi. Zakat haligi kunni botishi degan ma'nodagi nimalar qo'yishganda, bu o'sha turklardan chiqqan bu. To'shi zo'r ekan, to'sh, quloq, tumshuq, eksterior kuchli-da bunda. Zo'r ekan, zo'r. Tumshug'i yo'qolligi ham menga yoqdi. Bu avgust 2 yashar bo'ladi. Buni bolalari bor hozir? Buni bolalari bor. Ko'rsatamiz. Buni sariq birkada. Bu graf bu ham. Ha, bu ham graf. Buni probni bolalari bor. Qizlari, bolalari bor. Bu ham shu graf mana. Qo'yil. Zo'r. Endi mana nari qo'chqorchi, uni bo'ynovchi. Bu bo'ynovchi qo'chqorimizni qani? Qo'yvoring-da, mana shu dushing. Qaysi liniya bor? Bu bo'ynovchi qo'chqorimizni liniyasini bilmayman. Bir ukaxondan bir qo'zi qo'chqorga almashtirib olindi. Ha, demak liniya yo'q. Ha, liniya yo'q. Lekin bundan probni tushgan. Bu hisor qo'ylay qo'ygan ekan. O'ta kuchli bolalarni bergan. Videolari bor. Bu bo'yi zo'r ekanda, bo'yi-chi bu? 1.4 ekan. Lekin vallahi hali o'ta katta qo'chqor. O'zi 3 yashar. 6 tish. Buni bolalarini yaxshi bergan lekin. Ha, siz ham qo'shdingizmi hozir? Ha, men bir ikkita qo'yga qo'yganman, endi tug'adi. Ko'raylikchi aka shu qo'zlarni yuring. Zo'r. Qo'chqorlarni xaridor kesib sotaveramiz-a bularda? Qo'chqorlarni zakatni sotaveramiz. Zakatdan qo'zi oldik. O'sha ancha qo'zi oldik bundan. Xudoga shukr, zo'r qo'zilarni berdi. Graflarchi? Graflardan hozir 4 ta grafli bolasi bor, kuchli bolalardan. 3 tasini ko'rdik. Tashqarida bittasi mana. Bularchilar menga bittasi bo'ladi-da. Qolganlar olsin. Bo'ldi. Foydalansin, xalq foydalansin. Endi men buni kelishtirib berasiz obunachilarimizga. Buni qo'ziligidan olib keldim. Endi hozir graf o'zingiz xabaringiz bor, o'lgan. Bu promoy grafi bolalar, mana film kartalari mana. Ha, film kartalari bilan. Film kartalari bilan, yelkasida chiplari bor. Chiplari. Dokumentalli-da. Ha, bo'ldi. Garantiyasi o'zi bilan. Ishonchli. Qani bu yoqqa qo'zlarni ko'raylik chamdan. O'tgan yili ham shu gap bo'lgan, shu qo'zlarni ko'rsatgansiz. Mana o'sha o'tgan yili ko'rgan. Kichkina qo'zilar. Ha, mana hozir katta qo'y bo'lib qoldi. Bular tug'di ham deymi? Bular tug'di, o'tgan yilgi to'xtalar tug'ib ana. Mana bu o'sha Dubay. Длинный bo'ladimi? Длинный nimasi? Bolasi. Svet zo'r ekan bunda. Bu hozir qo'ylarni. O'ta figura, o'zi yaxshi turibdi. Figurasi zo'r ekan ana. O'zi o'tgan yil yoqdi menga bu rang. Buni bolalari bormi? Buni bolalarini qo'chqor qo'zilari buni sotilib ketdi. Ha, sotilib ketdimi? Buni tug'ilgandayoq xaridor bo'lishib. Yo'q-e. 9 kunligidayoq sotildi buni qo'zilari. Mana bulardan endi qochyapti bular. Endi qochyapti bular. Xudo xolasa kuzga tushirib beradi. Oktyabr, noyabr oyiga xudo xolasa bundan qo'zi tushadi endi. 10 ta qo'y, 11 ta qo'y qo'shilgan bunga. Siz sal yo'lida sotasiz, haliga bilaman, juda ham ko'p hali xaridorlarimiz menga telefon qilishadi-da, sizdan olgandan keyin menga telefon qilishadi. Oldik shu odamdan, iloyim baraka topinglar deb, yaxshi insof sari baraka qilib berasiz. Xudo xolasa bu yil salkam 100 ga yaqin tushirib berar ekansiz-da qo'zini. Naslli qo'ylardi. Kuzlariga. Kuzga bir 50-60 ta tushsa kerak. 50-60 tami? Yo, hozir o'zida 40 ta sanadi-ku salkam. Bir shu 50-60 ta 70 taga boradi. 60-70 ta tushadi bu yil, xudo xolasa. Xudo xolasa. Baraka toping. Qani mana bu yog'i bor hali hozir. Bu ham bu yilgi natijada bular. Endi o'sha qo'zlar turgizingchi. Bu yilgi qo'zlar 3,5 oylik, 4,5 oylik qo'zlar. Endi bularni ajratdik. 3,5 oy, 4 oyda. 3,5 oy, 4 oyda. Bir ikkita 3 oyligi ham bor.
Qani? Endi buni qo'y chiqarib yuborsak ham mayli hozir, ha? Turarsan u. Turarsan, katta qo'ylar bilan tepa-teng turibdi bu qo'zilar. Hop, endi hali aytdik. Ha. Sariq birkadagi zakatni bolalari dedik. Ha. Mana shu o'shalik zakat degan qo'chqorimizning qizi. Ha. Mana sariq birka. Sariq birkalar, ha? Mana qizil birkadagi grafa qizi. Grafda. Ha. Bularni o'sha quloqda nomerlariga Aka dumbasini oling, shuni dumbasi. Ha, dumba bor. Yaxshi qani? Razrezlari bormi dumbalarning? Ha, hammasida razrez bor mana. Bormi? Bu odam kuchi ham yetmaydi bu. Ha, u yemay qarang. Bu irg'ochilarimi bu? Bu urg'och qo'zilar bular. Ha. Prosta endi haligi 4 oylik. 3,5 oylik 4 oylik qo'zilar. Bularni sotuvda sotilmaydi, aytib qo'yish kerak. Aha. Bularni prosta ko'rsatishdan maqsad Aha. otalari qanaqa qo'zi berganini. Bularichi? Bularni hali esingizda bo'lsa, Monster degan qo'chqor bo'lgan. Ha. Eslaysizmi? Aha. Ana shu Monsterni Buxoroga sotgansiz. Xorazmga. Xorazmga. Ana shuni qizlari mana bunaqa sapsar birkadagilari. Mana. Ha. Mana shu o'sha qo'ymayman. Kastaklar zo'r. O'sha Monsterni qizi mana. Zo'r tushibdi kastaklar. Oyoqlari yo'g'on berganda buni. Mana shu birkadagilari o'sha Monsterni qizlari mana. Mana sariq birkadagilar zakat mana. Zakot. Bular ham irg'och qo'zilar, hammasi. Bular urg'ochilar. Prosta endi shu otalari qanaqa qo'zi bergan. Ha. Hozir sizga eng qizig'i mana qora hisoridan Zo'r tushibdi. Monster qo'zi bergan mana. Mana qulog'ini qarang. Mana shu birka Monster birka. Oyoqlarini qarang, kastak. Ha, bu hisor qo'ydan bergan. Hisori qo'ydan. Va bir Tallaka hisori bilan misolda, masalan, hozir mana ko'pchilik chorva bilan shug'ullanishyapti. Hisori qo'ymi, arashan qo'ymi, qanaqa bo'lsa ham olib chachishtirib ishlayverish kerak deb o'ylayman men. To'g'risi, nima deysiz shunga? Hisori bilan ham qaysi bilan bo'lsa ham chorvachilik bilan shug'ullansa bo'ldi-da, to'g'rimi? Go'sht yetishtirish uchun. Go'sht yetishtirish uchun chorvachilik bilan shug'ullanish kerak. Lekin yaxshiroq go'sht yetishtirish uchun ko'proq. Ko'proq. Mana grafi bolalarga o'xshagan vesoy bilan ishlash kerak bo'ladi. Endi hammani ham cho'ntagiga qarabda. Cho'ntagiga qarab, to'ppa. Kimdir birdaniga 50 ta qo'ya oladida, sirrazi o'sha zo'r natijaga erishib ketadi. Kimdir shuni qilgisi keladi, cho'ntagida nima yo'q. Endi bularga imkoniyatga qarab olish kerak edi. Bularga shu o'rinda bitta maslahat bermoqchiman-da. Maslahatim shundan iborat bo'ladiki, qo'yi. Hop. Birinchi klass, ikkinchi klass bo'lsa ham qo'y olish kerak-da. Lekin qo'chqor elitni bo'lish kerak. Qo'chqor kuchli bo'lish kerak. Qo'chqor kuchli bo'lish kerak. Bitta qo'chqorni olib turib, bitta qo'chqorni olib qo'yib turib, kuchli qo'chqorni. Endi u o'ta zo'r katta bo'lmasa ham qoni toza bo'lsa bo'ldi. O'zi ko'rinishi unchalik bo'lmasligi mumkin, lekin geni sulolasi qoni toza bo'lsa, qo'chqorni olib turib, shuni yoniga topgan qo'yni olib kelib qo'yib bir 3-4 yil o'shandan qo'zi olib olsa, shu liniyaga kirib qoladi. To'ppa to'g'ri. Ana shunday qilib turib o'zgartirib ketish mumkin. Elitni qo'chqor, yaxshi qo'chqor, elitni bo'lmasin, lekin yaxshi qo'chqorni bolasi bo'lsin, olib turib o'shanga birinchi, ikkinchi klass mahalliy qo'yni olib qo'shib chashtirib yuborsa bo'ladi. Menda bitta programma bor, hozir tayyorlayapman. Misol, masalan, necha yilda chiqib kelishi shu. Salkam 8 yilda chiqib kelar ekanda u. Zotli qo'yga mahalliy qo'yni qo'shib boryapti, 50% tushyapti. Keyingi yili 85-75% tushyapti. Ya'ni yildan yilgada, keyin albatta oralig'i 15 oy bo'lish kerak ekan qo'yni qo'shishi sovliqqa. Misolda mana masalan kitoblarni men ham o'qiyapman-da, Abduhallaga oqtarib. Albatta. O'qiyapman, tish buzib rosmona to'ldirib olgandan keyin qo'chqorga qo'yilsa, keyin ashunda yaxshi bola berilar ekan, yaxshi natija berilar ekan. Bu misol uchun praktikada ko'p bo'lgan. Agar qo'zilar qo'chqordan qochib qolsa, past suyagi tor bo'ladi. U yerdan tug'ilishi qiyin bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan, yangi o'sib kelayotgan organizm vitamin, amino kislotalarni, ozuqaviy moddalarni oqsil, boshqa talab qiladi. Endi unda homila paydo bo'lib qolsa, o'zini ozuqa bilan ta'minlaydimi, homilani ta'minlaydimi? Bu yerda normal o'sish jarayoni bo'lmay qoladi. Natijada yo bir normalniy katta qo'zi bermaydi. Ana. Katta qo'zi bergan taqdirda uni tug'olmaydi. Tuqqandan keyin boqa olmaydi. O'zida yetmaydi o'sha mikroelementlar, yetishmay qoladi. O'shaning uchun sizning gapingiz juda ham to'g'ri. 14-15 oyga borib turib qo'yilsa,
o'shanda 19 oyga borib tug'adi. 19 Bu o'zi tas suyaklari, formirovание hamma tomoni yetarli, normalniy bo'lgandan keyin normalniy bola beradi. 7 kilo, 8 kilo, 6 kilo bola. Sut yo'nalishida ham yaxshi ishlaydi. Albatta. Organizm laktasiya ham yaxshi bo'ladi. Laktasiya ham yaxshi bo'ladi. Molodets, mashalloh. Juda zo'r foydali bo'ldi-da. Aka, shunga men aytyapman-da, 15 oy, 14 oy, 15 oy tish buzib, to'ldirib bo'lgandan keyin qo'yga qo'yilish kerak ekan deyapman-da. O'shunda bizda haligi qo'yimiz 85-90 lik qo'ylar bo'ladi. To'g'rimi? Nima deysiz? Albatta, o'shanda mana yaxshi qo'chqordan qochgan bo'lsa, zoti toza bo'ladigan bo'lsa, o'sha 15-16 oylikka borganda qo'yi nisbatan sal ingichkaroq bo'lishi mumkin, lekin bo'yi bosi 90, undan oshib ketadi o'zi, agar ag'ida bo'lsa. Keyin 2 tish, 4 tish bo'lgandan keyin ham yo'g'ollaydi u. Ana shu vaqtda formirovание kuchli bo'ladi-da. O'shaning uchun sizning gapingiz juda to'g'ri. Shu 14-15 oydan keyin qo'yish kerak qo'y aslida. Zo'r ma'lumot. Keyin yana bir narsa. Ko'pchilik aytadiki, 2 yilda 3 marta qo'zi olsa bo'ladi deydi. Bo'ladi. Buni yaxshi tomoni qo'yingiz tez ko'payadi. Yomon tomoni qo'y birinchidan tez charchaydi, tez ishdan chiqadi. Brakovat bo'ladi. Ikkinchidan 1 yil 2 yil bola bergandan keyin bolani yaxshi bera olmay qoladi. Chunki qo'y tuqqandan keyin 1 oy, hattoki 1 oy uni reabilitatsiya qilish kerak. Unga yem, oziqa berib, o'sha gelmitlariga, boshqalarga qarshi kurashib turib, qo'y tozalab olish kerak. Keyin qo'chqor qo'shilsa, qo'y o'shanga o'zini o'zi tayyorlaydi. Homila paydo bo'lgandan keyin uni utrobda rivojlanishi ham yaxshi bo'ladi-da. Bolani sog'lom beradi, katta beradi. Agar 1 yilda 2 yilda 3 marta bola olinganda meditsina jihatdan olib qaraganda ham uni immuniteti past bo'lishi mumkin. Enasini. Yo'q, tug'ilgan qo'zini ham immunitet, kasalga chidamli. Enasida immunitet bo'lmagandan keyin bolasida ham bo'lmaydi. Gapingizda bitta nima esimdan chiqib qolmasin, menda bitta 4 oyda ajrataman men qo'zilarni, tallaga. 4 oylik bo'lganda qo'zi-qo'chqorlar уже irg'ishni boshlab qoladi-da, enasiga napadeniya qilishda. Oldi so'ldilar. 4 oylikda ajratamanda yana enasini 2 oy maksimal vitamin, ukol dorilarni qilib yaxshilab, nimasi bo'la antibiotiklarni qilib qo'yamanda, keyin yana qo'chqor qo'shaman. Shunga nima deysiz? Shu orada 2 oy o'tkazib turib. To'g'ri, o'sha to'g'ri. Qo'yni enasidan ajratgandan keyin hattoki 1 oy, 1,5 oy, bo'lmasa 2 oy reabilitatsiya qilib turib, keyin qo'chqor qo'shish kerak. Qo'chqor qo'yishdan oldin ivermik qilish kerak. Qana o'sha nasokomilarga qarshi nima ichilish kerak? Gelmitlarga qarshi nima qilib qo'yish kerak? Masalan, ivermik qilsangiz, alben ichkizib qo'yish kerak. Jigar, o'pka, To'xtatib litseniyasini qilinadi. Litseniyasini qilish kerak. Chunki bular qochib homilador bo'lib qolgandan keyin birinchi 2 oylikda, 1,5 oylikda unga o'sha protivogelmitozni shunaqa narsa berib bo'lmaydi. Homilaga ta'sir qiladi. O'shaning uchun qo'chqor qo'shmasdan oldin qilish kerak bu narsani, keyin qo'chqor qo'shish kerak. Uy sharoitida necha marta dorilab turish kerak tallaga? Uy sharoitida sog'liq qo'ylarni qo'chqorga qo'shishdan oldin, bir 10-15 kun oldin yaxshilab dorilab olish kerak. Keyin sharoitga qarab turib, agar yana dorilagingiz kelsa, oradan 3 oy o'tkazib turib, ya'ni ichidagi homila 3 oylik bo'lganda dorilash mumkin, alben berish mumkin. Boshidagi birinchi qochgan oydagi birinchi oyda va tug'adigan oxirgi birinchi oyda berib bo'lmaydi. Oxirgi oyda berib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Qolgan 3 oyda bersa bo'ladi. Oxirgi oyda berib bo'lmaydi. Oxirgi oyda bola tashlab qo'yish mumkin. Bola tashlab qo'yish mumkin. Birinchi oyda berib qo'ysangiz, haligi boshlangan zachacha buziladi. Orada bersa, bo'ladi. Homila formirovание bo'lib, shakli kirib olgandan keyin bersa bo'ladi. Yo'q, mana masalan, dozasi bilan. Bitta qo'ydi xonadonga olib kelindi, uy sharoitiga. Olib kelgandan keyin masalan 1 yilda, 12 oyda necha marta masalan buni dorilab turish kerak. Misol, endi men o'zimnikini aytaman, siz to'g'riligini aytasiz endi Abdullaga. Men har bitta qo'yni olib kelingandan keyin men analizini olaman, albatta. Bu bir. Keyin ichak qurti, jigar qurti parazitlariga kurashaman birinchi kelgan qo'yda. Va bizda misol chechak kasali bor-ku, chechak mana kuzlarda bo'ladi, chechakga qilinadi o'sha. Endi mana yashuram bo'lyapti, mana oyoq og'riyapti, boshqa bo'lyapti, shularga dorilanadi. Shuni demoqchimanki, 1 yilda bizda 2 marta tashqariga olib chiqadigan qo'ylarimizni birazotga ham qilamiz. Albatta. Birazotga, sovuq tushgandan keyin o'stiriga masalan qilinadi. O'stiri jigar qurti, masalan, eknokok bu narsalarni olgani. Sizlarga nima deysiz? Necha marta qilinadi shu? Bularga 1 yilda 3 marta qilgan yaxshi.
har 4 oyda qilgan. To'ppa to'g'ri. Maqsad Uy sharoitida. bo'ladi. U bo'lsa bo'lmasa qilish kerak. Profilaktika qilish kerak-da bunichi. Masalan, qo'ylaringiz toza bo'lishi mumkin, lekin tashqariga chiqqanda, boshqa bo'lganda, mana yaylovda, u yerda ko'k hosil qilib olib turib, haligi parazitlar turaveradi. Turaveradi. O'shani yegandan keyin qo'zg'alib, rivojlanadi-da. Ichida rivojlanib ketadi. To'ppa Shuning uchun bu yerdan nimalarni qo'y, masalan, xonaki tovuq, boshqa hayvonlardan yuqash o'qishi mumkin parazitlar shunaqa. Yovvoyi hayvonlarni axlatdan ham bo'lar ekanda. Masalan, tog'larda juda ko'p uchrar ekan shu. Bularni ichidan karlikovoy sep deb qo'yadi-ku, hali uzun. Mana o'shalar itdan, o'sha itsimollardan yuqadi. Itsimollar, yovvoyi hayvonlar. Ularni kim dorilaydi? Ular tabiiy holatda yuradi, ularda keragicha bo'ladi-da. Axlatida u parazitlar. Bu shu opasniy bo'ladi. Shuning uchun har 4 oyda dorilansa maqsad. Juda ham zo'r foydali bo'ldi. Allohga rahmat. Albatta buni sizga duo qilishi, xudo xolasa ko'p yoshlarimiz foydalanishadi. Nari qo'zlarimizni bir ko'rsataylik endi. Xo'p, endi mana bu yerda qo'zlarimiz ko'p edi. Ana qo'zlar ham borgan sari elitalashyapti endi. Bular sotilib ketdi uncha-munchasi. Endi mana shu qo'zlarimiz qiziqqanlarga So'liqmi bular qo'chqor? Bular qo'chqor hammasi. Qo'chqorchalari olib nima qo'chqor qilib olsa bo'ladi bularni. Qo'chqor qilib olsa bo'ladi. Mana agar esingizda bo'lsa, o'tgan yili monster mash qo'chqor menga yoqdi deb. Oyoqlari ham yo'g'on edi-ku. Ana shuni qo'zilari mana. Qani ashular? Mana quloqdagi birkani. Mana bu birkadagilar o'shani qo'zilari mana. Nima talasdan olib kelganmidingiz uni? U Talasdan kelib Xorazmga ketgan. Mana shu qo'zilar, mana o'sha monsterni bolalari mana. Mana uchun mana buni oyoq tuyoq. Bu ham monster bolasida. Haligi suyak yo'g'on qo'chqor edi, to'g'rimi? Mana suyak yo'g'on qo'chqor. O'zi bo'pti ama. Mana hozir mana shu qo'chqor 3 oy 20 kunlik bo'ldi. Otasini ham videosini qo'yaman agar topsam. Mana. Bu o'sha monster bolasi, mana to'sh, boshqasi, buni oyoq turibdi-ku. Mana u oyoq. Otasiniki 13 sm deb eslasangiz. Mana shuniki hozir 10 sm bo'lyapti. Juda 10 sm. Yo'qdi menga mana qo'chqoringiz. Bu o'sha monster haqiqatan ham kastak berar ekan. Kastak o'sha monster berdi-da kastak. Endi qozonda bori cho'michga chiqadi deydi-ku. Shunda mana u ham o'sha monster mana. Bu onundan 20 kunlik kichkina bu. U nariga. Mana akasi bu. Mana bu ham xuddi shu ahvol mana. O'sha monster bolasi. Buni ko'zida mana yerlardan farq qiladi-da boshqa qo'chqorlardan mana. Juda ham zo'r. Endi bu yerda yana bir bu qo'chqorlar xullas hammasi sotilaveradi. Bu qo'chqorlar hammasi sotiladi. Kelganga? Endi biz otalari turibdi bizda. Bularni endi olsin, mana endi ko'pchilik qimmat deydi katta qo'chqorlarni. Bu dehqonchilik-ku. Dehqon arzonroq yo'lda qilib olsa, qo'chqor qilib olib foydalansa bo'ladi-da. Bo'ladi. Qoni toza. Zo'r.